Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Amerikanın 7 şirkəti bütün Xitay iqtisadını dəstəb ötüb getdi. Amerikanın ən çoğ 7 şirkətinin ümumi bazar qiyməti dünyanın ən çoğ ikinci iqtisadi bolğan Xitayının bütün iqtisadi işləb çıxarışını arqada qaldırdı. Bildirilishicha, 17 iyuldan itibaren Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Google, Meta ve Broadcom qatarlıq 7 şirket 18,84 trilyon dollarlıq bazar qiymatiga yetgan bo'lib, bu raqam Xitoyning 2024 yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatidan eshib ketgan. Xitoyning 2024 yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati, ya'ni GDP'si 134,9 trilyon yuan bo'lib, taxminan 18,7 trilyon dollarga teng kelgan. Faqat Nvidia'ning o'zila sun'iy aql saplangan GPU hokimiyati bilan 2024 yili 4,2 trilyon dollardan ortiq bozor qiymatiga ega bo'lgan. Faqat 7 Amerika şirketining hozir Xitoyning butun iqtisodidan texmo qimmatli bo'lishi mablag' solg'uvchilarning Amerika texnikasiga qanchalik ishonganligi haqida ko'p uchur beradiganligi bildirildi. Valkochisi gazetining Amerikaning 7 cho'ng shirkatini Xitoyning umumiy GDP'si bilan selishtirishi kuchli diqqat qo'zg'agan bo'lib, texmo adil va moliya jihatdan texmo muqim selishtirish uchun eng cho'ng Amerika shirkatlarini bozor qimmati bo'yicha eng cho'ng Xitoy shirkatlari bilan selishtirgan bo'lib, natija yanada hayron qolarliq chiqqan. 17 iyul e'tibori bilan hisob qilganda Xitoyning eng cho'ng 7 xalqqa ochiq shirkatining umumiy bozor qimmati faqat 2,3 trilyon dollar bo'lib, Amerika texnika magnatlari igdorchiligidagi 18,84 trilyon dollarning faqat 12% ga to'g'ri kelgan. Hatto Xitoyning o'g'isini qaynatgan muhim bir selishtirma bo'lsa, faqat Nvidia'ning 4,2 trilyon dollarlik bozor qimmati Xitoyning eng cho'ng 7 shirkatining butun iqtisodining 2 hissasiga yaqin bo'lishi bo'lgan. Xitoy tashviqot qo'lini Turkiyaga so'zmoqda. Türkiye Cumhuriyeti Prezidentligi aloqa boshqarmasi tarafidan o'rinlashtirilgan mazkur yig'inning ikki davlat o'rtasida media va aloqa sohasidagi strategik hamkorlikni cho'nqurlashtirish va o'zaro madaniyat almashtirish bilan texnikalik bog'lanishni kuchaytirishni maqsad qilganligi bildirildi. Xitoy tarafdan yig'inga qatnashgan Xitoy media guruhi sun'iy aqlga o'xshash yangi texnikalar sohasida qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarni bozorga soldi. Mazkur yig'inga Xitoy va Turkiyadan media, akademik texnika va madaniyatga o'xshash har xil sohalardan 200 dan ortiq vakil va taklif qilinuvchilar qatnashdi. Xitoyning Anqara bosh elchisi Jiang Shoubin nutqida bu yil Xitoy-Turkiya strategik hamkorlik munosabatining 15-yillik ekanligini tilga olib, medianing o'zaro tushunish va ishonchni oshirishda muhim ko'vrik ekanligini chalvaqidi. Jiang yana kommunistlarning safsatisini chalvaqab, ikki davlat mediasining haqiqat va obyektivlikda chang turib, o'zaro foyda yetkazib, madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'siriga munosabatli hikoyalarni eng yaxshi shaklda tashviq qilishi kerakligini aytdi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidentligi aloqa boshqarmasi uchur mashg'uloti doirasi boshlig'i Bug'ra Ayan Xitoyning yaqinqi yillardagi sun'iy aql yordamidagi mazmun ishlab chiqarishdagi muvaffaqiyatlarining diqqatga loyiq ekanligini bildirdi va ko'p tillik taratquchilik bilan sonliq ma'lumotlarni ko'rinishchan qilish sohalarida Xitoy bilan hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini bildirdi. U yana yolg'on uchur bilan kurash qilish, xalq diplomatiyasi va krizis aloqasiga o'xshash sohalarda sun'iy aqlga asoslangan holda hamkorlasha olamiz. Buningdan boshqa yozma, ko'rinishlik, videolik va ovozliq mazmun ishlab chiqarishda o'zaro hamkorlikni kuchaytira olamiz degan ifodalarni ishlatdi. Amerika Kashmir hujumchisi guruhini terrorlik tashkiloti deb e'lon qildi. Amerika aprel oyida Hindistonning kontrolligidagi Kashmirda yuz berib, yaqinqi necha 10 yildan buyongi eng shiddatli Hindiston-Pokiston to'qinishini keltirib chiqargan hujumning javobgari deb qaralgan bir maxfiy guruhini terrorlik tashkiloti deb e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio qarshilik ko'rsatish frontini BDT tarafidan terrorlik tashkiloti deb e'lon qilingan Lashkari Tayyibaning nomida harakat qiladigan vositachi deb atadi. Trump hukumatining davlat xavfsizligi manfaatini qo'g'dash
terrorlikqa qarshi turish va Pahalgam hujumida adolatni yoqlash irodasining ifodasi ekanligini bildirdi. Aprel oyida Pahalgamda yuz bergan hujumda hammasi dugidek Hindi diniga e'tiqod qiladigan 26 fuqaro qurolli hujumchilar tomonidan o'ldirilgan edi. Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar X ijtimoiy taratqush supasidagi hisobida ham baharlagan uchurida Washingtonning bu qaroriga Hindiston Amerika terrorlikqa qarshi kurash hamkorligining kuchlik e'tirofnomasi deb baho berdi. Pahalgamdagi zo'ravonlik voqealari 1999-yildan buyon ikki davlat o'rtasida yuz bergan eng og'ir to'qinishga aylanib, har ikki tarafdan 70 dan ortiq odamning joniga zamin bo'lgan 4 kunlik to'qinishni keltirib chiqargan edi. Hindistonning kontrolligidagi Kashmir rayonidagi qurolli o'qituvchilar 1989-yildan buyon yengidikli hokimiyatiga qarshi kurash qilib kelmoqda. Ko'p sondagi musulmon kashmirliklar bu rayonning ya Pokistonga qo'shilishini yoki mustaqil bir davlat bo'lib qurilishini qo'llaydi. Hindiston Kashmirdagi qurolli qarshilikni Pokistonning himoyasidagi terrorlik harakati deb ayblaydi. Bu ayblashni qat'iy rad qiladigan Pokiston va nurg'unlagan kashmirliklar bo'lsa, bu kurashni qonunliq ozodlik urushi deb qaraydi. To'qinishlarda hozirgacha 10 minglagan fuqaro qurolli o'qituvchi va hukumat askari hayotidan ayrildi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi jazo tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Estoniya bosh ministri Kallas yangi embargo loyihasida Rossiyaning ko'langi flotiga tava yana 105 paraxodga embargo yurgizilganligini, Rossiya banklarining xalqaro pul muomala mexanizmlariga erishishiga cheklama qo'yilganligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi hozirgacha eng kuchli deb qaralgan embargo loyihalarining birini ma'qulladi. Bu loyiha Shimoliy iqlim turbi liniyasidan import qilishni man'iy qilish va neft eksportiga texnik qattiq cheklama qo'yishni o'z ichiga oladi. Bu vaqtdagi bayonot juma kuni Yevropa Ittifoqining tashqi munosabatlar oliy vakili tomonidan e'lon qilindi. Estoniya bosh ministri Kaja Kallas X sahifasida e'lon qilgan bayonotida biz maydonimizda qat'iy ching turamiz. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi hozirgacha bo'lgan eng kuchli embargo loyihalarining birini ma'qulladi. Shimoliy iqlim turbi liniyasidan import qilish man'iy qilindi. Neft uchun texmo to'van baho cheki bekitiladi. Biz Rossiyaning harbiy sanoati jazolardan aylanib o'tishiga sharoit yaratib bergan Xitoy banklari va uchquchsiz havo apparatlariga ishlatiladigan texnikalarning eksportiga qarshi besimni kuchaytiryapmiz, dedi. Kallas Yevropa Ittifoqining Rossiyaning ko'langi flotiga tava yana 105 paraxodga embargo yurgizadiganligini va Rossiya banklarining xalqaro pul muomala manbalariga erishishini cheklaydiganligini eskartib, Rossiya Ukraina urushining Moskvaga yurgizilgan embargolarning asosli sababi ekanligini, embargolar orqali Kreml sarayining urush xamchotini texmo qisadiganligini bildirdi. Kallas yana Rossiyaga tava Rosneft shirkatining Hindistondagi eng chong neft ayrish zavodining embargo yurgizilganlar tizimligiga kirgizilganligini eskartib, jazo tadbirlarimiz Ukrainalik bolalarga ideologiyalik ta'sir ko'rsatganlarni o'z ichiga oladi. Biz jazo tadbirlarini davomli kuchaytiramiz. Shunday qilganda tajovuzchilikni to'xtatish Moskva uchun birdan-bir tanlash bo'ladi, dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.